Mayli, keyin aloqaga chiqaman. Voy azizlar, mana bugun sizlarga yana kompaktni bo'lgan yana bir kvartiramizni tanishtirib o'tamiz. Mana kiraverishdagi o'tirib, oyoq yechib, bemalol mягкиlardan qilingan, kiyimlar qo'yib, oynalar qilingan va sirazi kirishda oshxona bilan zal qo'shilib ketgan. Yevro deydimi buni? Biz bu oshxonamizga o'zimizning o'sha har doimgidek sifatli quyma toshlarimizni qilib berganmiz. Mana choklarni ham ko'rishingiz mumkin, juda ajoyib qilib ulab berganmiz. Oyoqlari bilan birga bo'lgan ostrofimiz. Oshxonamizni ham quyma toshimizdan qilganmiz, bir xil. Faqat buni ajralib turgan joyi mana suv zashitamiz bor. Suvni oldiga tushirib yubormaydi. Rakvinalari o'zi bilan har doimgidek chiroyli qilib o'ziga moslab to'rtburchak rakvinamizni qo'yib berganmiz va gaz yaqin bo'lgani sababli mana yoniga ham devorga, mebelga ziyon yetkazmaslik uchun fartuk qilib berganmiz va xuddi shuni rakvina tomonimizga ham qilib berganmiz. Mana o'zingiz bir ko'rib, kompaktli kvartiramizga bitta baho beringchi.